Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh azza hamd sano bo'lsin. Aziz birodarlar, mana shu videoligimiz shuki, bizni mana shu Ehson Qayumov fondimizni bir necha qutilar bor. Mana bu qutilarni mana bu bozorlarga va bir necha kafelarga qo'yganmiz birodarlar. Albatta mana shu Ehson ilm degan yozuvni ko'rgan qutilarga o'zingizlar ehsonni tashlaylar. Albatta mana bu mablag' pullar o'zini o'rniga aytdik, biz takror aytdikki, birodar, har bir muhtoj rolik kiritishga imkoniyat yetmaydi. Produktga va boshqa muhtojlarga inshaalloh biz bu pullarni bo'lib taqsim qilib yetkazib beramiz bu omonatlarni. Mana bugun hamda bir necha kafelarda qutilarimizni aylandik. Allohning iznidan mana sizlardan keyin omonatlar birodarlar inshaalloh va mana shu yerda mana tanga turib birodarlar, omonatlar mana to'pladik Allohning izni bilan. Siz solayotgan 20 so'm birodar. Siz tashlayotgan 5 so'm. Mana bular birodarlarim ko'payib bu katta bir Allohning izidan bir necha summaga aylanadi. Mana bunga bitta oila bir 2-3 kun bo'lsa parodasini qilib oladi. Yoki bir madrasaga bolaga bir kam ko'zini olib berishlikka imkoniyatimiz bo'ladi. Shuning uchun mana bunday ya'ni sadaqa joriy amallarga, ehson ishlariga befarq bo'lmaysizlar birodarlar. Mana bu omonatlar inshaalloh o'z o'rnlariga albatta beriladi. Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Bizni qutilarni qayda ko'rsanglar o'zingizlar himmatinglar so'ylar va boshqa fondlarni ham qutilariga solishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.